deganimizdek jarayonida yo'llarimizga mana novvosimizdan boshlaymiz. Mana yemlarni ham ko'rsating buni, yemlarini. Mana obunachilar. Xo'p, birinchi molimizga ketdi. Bu molimiz katta buqa. Go'shtamiz. Hop, uchinchi molimiz. Berdik. Hop. Mana to'rtinchi katta molimiz. Hop, mana beshinchi. Oltinchi molimiz obunachilar. Hop, endi bu yoqqa o'tamiz. Mana yettinchi. Sakkizinchisi. Mana ko'rishlarimiz mumkin. Hop, yerlarini endi buni berdik-a. Hop. Endi ustiga qo'shadigan dabobkasi bor buni, men ko'rsatamiz. Kunjara bilan kepak aralashgani. Ko'rsatdim nima uchun ham. Mana bunda endi novvosimizga mana shu satilda to'la beramiz. Plotini ustiga. Mana. Oldina ko'proq. Endi qolgan mollarimizga mana cho'michimiz bor, eng katta cho'mich. Shunda bitta-bitta beramiz bularga mana. Bitta berdik. Ikkinchi molimiz mana. Üçüncü malımız yapacağız mana. Üçüncü malımız. Hop, endi sigirimizni beramiz. Kattaga. O'zini o'tida mana. Mana bunisilar. Eng malımızga mana. Keyingisiga mana bittani bunga qo'yib olamiz. Bittani mana qo'limizda boramiz. Mana. Hammasini yemini berdik obunachilar. Hamma bor. Yemini yeyapti mana. Hammasi yemish jarayoni. Obunachilar, kimgadir mana shunaqa videolar qiziq bo'lsa yoki yana bu joy kamchiliklar qolib ketgan bo'lsa kommentariyada yozasizlar. Unga shunga qarab yana video olamiz obunachilar. Qo'ldan kelgancha sizlarga manfaatli video qilishga harakat qildik mana. Mana novvosimiz.
Ko'rib turibsizlar mana. Kela videoga bitta like bosib, do'stlarga tarqatib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa. Bu mollarimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida akalar. Kimgadir mana shu yem ishlari qiziq bo'lsa, yana mukammal video qilamiz akalar. Hozir vaqtimiz tig'iz. Shuning uchun qo'ldan kelgancha video olishga harakat qildik. Mashina vosimiz o'ta sho'x ekan mana.